Access Y kompaniyasidan men uchun maxsus Pierbox. Upakovkasini qaranglar, qanaqa chiroyli. Birga ochib ko'ramiz. Wow! O'tgan yili birinchi marta o'zbekistonlik blogerlarning ichidan aynan menga birinchi bo'lib XSY o'zini mahsulotlarini testga berganda, men o'sha zahoti bu brendni sevib qolganman. Sababi, unda hech qanaqa hayvon yog'lari yo'q va butunlay vegan produkt bo'lganligi uchun O'zbekiston aholisiga va menga o'xshagan ta'sirchan yog'li yuzligi juda ham yaxshi tushadi. Bu safar bo'lsa menga butun boshli liniya jo'natib. Давайте mahsulotlar bilan bitta-bitta tanishtiraman. Pierbox uchun katta rahmat. Endi bu mahsulotlarni test qilib, o'z mufarlarimga ham qanaqa ishlatish kerakligini ko'rsataman. Har doim go'zal bo'ling.